Narxi 2 million 400 ming so'm bo'lgan drabilkalarimiz sizlar uchun obzorlarni qilib o'tib ketamiz. Ungacha sizlar bittadan kanalimizga like urib, podpiska bo'lib kelinglar. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Mana bunaqa sifatli drabilkalarimiz kelgan bochkali varianti. Ko'pchilik akalar O'zbekistonnikini shu pulga sotishyapti. Men Xitoynikini shu pulga qilib beraman. 2 million 400 ming so'mga Xitoy variantini qilib beraman. Motorlarini sifatli motordan. Xo'p, motorga kelgan bo'lsak, ko'pchilik shu motorni mis motor deb sotishyapti, lekin mis atmotgani motor emas, u alyumin motor motorli. Dachchilari bor variantdan, sifati zo'r motorimiz. 4 xil setga komplekt holatda qo'shib beriladi. 100% Xitoyniki. Xo'p, pichoqlarga kelgan bo'lsak, akalar mana. Pichoqlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Pichoqlar setkalari bitta, ikkita, uchta turinchisi o'ziga qo'yilgan holatda. Pichoqlari zo'r, original pichoqlardan qo'yilgan holatda. Sifati ham zo'r. Mana 100% Xitoyniki. O'zbekistonnikiga o'xshab mana shunday suv yoki hasha-pasha liboy narsani tiqsanglar ham maydalab beradi. Suv tiqib yuborsanglar ham hech narsa bo'lmaydi, motorga ziyoni bo'lmaydi buni. Chunki 100% Xitoyniki. Yaxshi ishlangan, materiallari ham zo'r. Sifatlari ham ko'rib turganlaringdek, katsalari ham, mana kraska sepilish, hamma narsasi O'zbekistonnikidan 100 barobar xudo xolasa sifati zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Garantiyalari bilan qilib beramiz. Sifatlari zo'r. Toshkent shahar bo'yicha dastavkalarimiz tekin, viloyatlarga kelishilgan holatlarda dastavka qilib beramiz. Pichoqning aylanishini ko'ryapsizlarmi? Bir tekisda bo'ladi. Sifati zo'r bo'ladi. RAF firmasiga tegishli. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol aytganingizdek aloqaga chiqa olasizlar. Hop, pastda nomerlarimiz bo'ladi. Hop. Davom maydalasalar ham bo'ladi. Hashi hammasi universal buyumimiz. Universalnisi. Hashi davom maydalab turgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Bu videomizni ko'pchilik bu yil Bedapares ham olishdi, ko'pchilik Bedapareslarda ham maydalab beraveradi. O'zbekiston variantini ko'rsatadigan akalarimiz uchun O'zbekiston variantini ham bor mana. O'zbekiston varianti mana akalar. O'zbekistonniki bu ham 5,5 kilovatli yaxshi motor qo'yilgan bu ham. Buni ham 3 xil, 4 xil setkalari bo'ladi. Xuddi shu narsa, lekin baribir katsa bo'yicha bu Xitoyniki ancha afzalroq bo'ladi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bog'laninglar akalar, kelishtirib, chotki narxlarda qilib beramiz. Dastavkalari bilan qilib beramiz hammasini. Sifati zo'r bo'lgan. Kraskalari ham o'zi gapirib turibdi. Ortiqcha maqtash kerak yo'q. 2 million 400 ming so'mdan ham O'zbekistonnikini ham qo'yishyapti pastda. 2,5 million, 2 million 400 dan bemalol sotishyapti O'zbekistonnikini. Xitoynikini men sizlarga shu pulda qilib beraman. Xitoynikini xarid qilsanglar bo'ladi 2 million 400 ming so'mdan akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonnikini liboyini zaminda beradi xudo xolasa. Kachisi bo'yicha ham, ishlashi bo'yicha ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar.